12. xat. Risalatu tahniatin bi'idil fitr dedi. Bi'idil fitr. Ramazon hayiti munosabati bilan tabrik xati. Azizi Ayman. Azizim Ayman. Ayman ismigina. Azizim Ayman. Kulla amin va anta bi khayrin bi munasabati Eidil Fitril Mubarak. Muborak Ramazon hayiti munosabati bilan har yili senga yaxshiliklar olib kelsin desak ham bo'ladi. Taqabbalallohu siyamaka va qiyamaka va ja'alal aida bidayatan jadidatan li hayati kulliha khayrin va barakatin. Taqabbalallohu siyamaka va qiyamaka. Sening siyamaka ro'zalaringni va qiyamaka va tungi ibodatlaringni, tungi ibodatlaringni Alloh qabul qilsin va hayitni li hayati kulliha khayrin va barakatin debdi. Hayotning har bir yaxshilik va barakalari uchun yangi boshlanish qilsin debdi. Va hayotning barcha yaxshilik va barakalari uchun yangi boshlanish qilsin debdi. A'lamu annaka ba'idun anil ailati hadal aida walakin atamanna an tash'ura bidaf'il hubbi va da'wati allati tuhituka minna jami'an. A'lamu bilamanki albatta sen bu hayitda oilangdan uzoqdasan. Lekin men bizning barchamizdan bo'lgan seni o'rab turadigan duolar va muhabbat iliqligini his qilishingni tilayman deyapti. Lekin men bizning barchamiz tomonimizdan bo'ladigan seni o'rab turadigan duolar va muhabbat iliqligini his qilishingni tilayman. Ishtaqtu ilayka kathiran va aftaqidu jalsatina sabah al-Eid va raihataka al-mu'tadata allati tamla'u al-makana bil qahvati wal halwa. Ishtaqtu ilayka kathiran. Seni ko'p sog'indim. Sog'indim. Va oxiridan kelgan bo'ladigan. Shirinlik va qahva bilan makonni atrof deyiladi, joy degani o'zi. Atrofni to'ldiradigan odatiy hiding va hayit tongidagi o'tirishlarimizni sog'indim, qo'msayapman, sog'indim degani. Shirinlik va qahva bilan atrofni to'ldiradigan odatiy yoki men ko'nikib qolgan hiding va hayit tongidagi birga o'tirishlarimizni sog'indim, qo'msayapman. Atamanna an yakuna aiduka mali'an bil bahjati va an ta'uda qariban linahtabila ma'an min jadidin. An yakuna aiduka mali'an bil bahja. Aiduka hayiting hayit bayraming
quvonch, bahja quvonch bilan to'la bo'lishini va yangidan birgalikda nishonlashimiz uchun tez orada qaytib kelishingni tilayman. La tansa an tursila li suratal aydiyati walau kanat ramziyatan. Menga hayitlik menga deb turib oxiridan kechirgan. Menga ramziy bo'lsa-da hayitlik suratini yuborishni unutma. Ayduka sa'id. Hayiting muborak bo'lsin. Va dumta bi sihhatin va saadatin va sog'lik va hamisha sog'lik va baxt bilan bo'lgin. Sog' salomat va baxtli bo'lgin demoqchi. Va aydunal haqiqiy sayakunu bi liqa'inal qaribi biiznillah. Va bizning haqiqiy hayitimiz, haqiqiy bayramimiz Alloh taoloning izni bilan tez orada uchrashganimizda bo'ladi, deyapti. Axukal muhib, seni yaxshi ko'ruvchi akang Romi yoki ukang Romi.